Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun xudo xolasa 7 kunlik protokolimizni nasibsa tugatdik. Mijozimizning asosiy muammolari surunkali charchoq bilan kelgan edilar va mushaklarni asosiy og'riq bolевой sindromlari yig'iladigan joylar, трапециевидный мышцалар, ромбовидный мышца, подвздошно-реберный мышцалар, kvadrat mushaklar, malligadishniy mышцалар va oyoqdagi mushaklarni полностью qochishiga javob bilan kelgan edilar. Mana xudo xolasa 7-kunlik protokolimizni tugatganimizdan keyin o'zlaridan fikrlarni xolis so'raymiz. Aka, nima bilan kelgan edingiz va nima natija bilan ketyapsiz? Ikki og'iz o'z fikringizni bildirib yuborsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor men shu Avaz aka doktor oldida kelganimda shu surunkali charchoq, bel qotishi og'rig'i, yelka qotishi og'rig'i, ko'p yurish natijasida oyoqdagi og'ruvlar, tizza bo'g'indagi og'ruvlar, shu mishsalarni tortishishi anaqa shikoyati bilan kelganman. Mana hozir 7 kun muolaja o'tdik. Xudoga shukr, ancha o'zimni yaxshi yengil his qilyapman. Doimiy shu bergan tavsiyalariga amal qilyapman. Ya'ni issiq vanna protseduralar, razminkalar. Keyin hozir mana ancha yengil yaxshi yuribman. Yengilligim hisobiga charchoqlar ham kamaygan, umumiy kayfiyat yaxshilangan. O'sha tashqi omil stresslarga bardoshlilik kuchaygan, charchoqlar ancha kamaygan. Ya'ni o'sha doktor Avaz akani tavsiyalari bilan, muolajalari bilan xudo xolasa o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Ko'pincha mana grija bilan kelishadi yoki protruziya osteoxondroz bilan kelishadi. Demak, grija bilan, protruziya bilan, osteoxondroz bilan ko'proq bog'liq ekanmi yo bo'lmasa mushaklarimiz bilan bog'liq ekanmi? O'zingizning shaxsiy fikringiz. Menimcha ko'proq mushak bilan bog'liq. Grija, protruziya Avaz aka boshida sizga aytdim, menda ham bor, lekin mishsa yetarli darajada ishlamagani uchun, qotib qolgani uchun, o'sha yetarli darajada razminka bo'lmagani uchun o'sha sustav, o'sha suyaklar, grijalarga bardoshlilik kuch bermagani uchun mishsada shunaqa kamchiligim bo'lgan. Mana hozir yaxshi yurishim ham yaxshi, qadam tashlashim, bel og'ruvlarim ancha kamaygan. Grijani deyarli his qilmayman, sezmayman. O'sha mishsada gap ko'p ekan, mishsani o'zini atrobotka qilib o'zini o'sha chiniqtirish kerak ekan. Grijam bor deyotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Grijam bor deyotganlarga endi operatsiya yoki boshqa muolajalarni bilmadim, uni doktor mutaxassis o'zi beradi fikrini, lekin meni fikrim mushaklarni, mishsalarni baquvvatlashtirish kerak, kachat qilish kerak, razvivat qilib o'sha terapiyalardan o'tib, Avaz akani oldilariga kelib, shu mishsalarni razrabotka qilib, mishsalarni baquvvatlashtirish kerak. Sizga kattakon rahmat bildirgan ishonchingiz uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, agar kimda o'zida menda surunkali charchoq bor, menda mushaklarda trigger muammosi bor deb taxmin qilayotgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan sizlar bilan qanaqa yo'l bilan ishlashimiz mumkinligini birgalikda kelishib, gaplashib olishimiz mumkin. Salomat bo'linglar.